Bismillahirrahmanirrahim. Sura Nur. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Suratun anzalnaha va faradnaha va anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Ey Muhammad, bu bir suradır ki, uni biz sana nazil qildik. Uningdagi ahkomlarni farz qilib bekitdik. Ey mu'minlar, sizlarning vaz nasihat elishinglar uchun uningda sizlarni amal qilsin deb shariat ahkomlarini o'z ichiga olgan ro'shan oyatlarni nozil qildik. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Zina qilg'uchi ayol va zina qilg'uchi erning har birini 100 darradan uringlar. Agar sizlar Allohga va oxirat kuniga iymon etadigan bo'lsanglar, Allohning dinining ahkomini ijro qilishda ularga rahim qilmanglar. Ularni jazolagan chaqda mu'minlardan bir turkum kishi hozir bo'lsin. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Zina qilg'uchi faqat zina qilg'uchi ayolni yoki mushrik ayolni oladi. Zina qilg'uchi ayol faqat zina qilg'uchi erga yoki mushrik kili tegidi. U, ya'ni zina mu'minlarga harom qilindi. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. İşbətlik ayollarni zina bilan qarılğan, bunun rastlıqıga adil 4 guvohchini keltirolmagan kishilarni 80 darra uringlar. Ya'ni birovga zina bilan tuhmat choplagan har bir odamni qamcha va shuningga o'xshash narsalar bilan 80 ni uringlar. Chunki ular afifa ayollarga yolg'ondan tuhmat choplagan va kishilarning obro'yini to'kkan odamlardir. Ularning guvohligini ular yolg'onchilik va tuhmat choplash maydonida ching turdiganli bo'lsa, hargiz qabul qilmanglar. Ular fosiqlardir. Ya'ni ular bo'xton choplashdan iborat cho'ng gunohni ishlaganliklari uchun Allohning itoatidan chiqquvchilardir. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Keyin tavba qilgan va amallarini tuzatganlar, ya'ni afifa ayollarga qayta tuhmat choplamaganlar, buningdan mustasno. Ularni kechiringlar. Guvohligini qabul qilinglar. Chunki Alloh mag'firat qilg'uchidir. Ya'ni banda tavba qilib o'zini tuzatsa, uni Alloh mag'firat qiladi.
tolumu mehribondir. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. Xotinlarini zina bilan qarılgan ve özlerden başka guvahçısı bolmaganlar guvahlık sözünün rast işkenligini delilleş üçün Allah'ның namı bilen 4 qitim qasam qilsin. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. 5-ci qitimda agar yolg'onchi bo'lsam manga Allah'ның laneti bolsun desin. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. Xotin kishi erining yolg'onchi ishkanligiga Allohning nomi bilan 4 qitim qasam ichsa jazoga tortilishdan saqlab qilinadi. وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. 5-ci qitimda u agar rostchillardan bo'lsa, ya'ni erimning gepi rost bo'ladigan bo'lsa, menga Allohning g'azabi bo'lsin deb qasam qiladi. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ. Agar sizlarga Allohning fazli va rahmati bo'lmasa edi, cho'qim rasvo bo'latdinglar. Alloh tavbini bakmi qabul qilguvchidir. Hikmat bilan ish qilguvchidir. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Shubhisizki, sizlardan bir guruh odam Oishaga bo'xton chopladi. Bu sizlar uchun yomon emasdir. Sabr qilganliginglar bilan savobga erishadiganliginglar uchun va Oisha safvollarning pokligi oshkora bo'ladiganligi uchun balki yaxshidir. Bo'xton choplag'uvchilardan kimning qanchalik gunohi bo'lsa, uningga shunchalik jazo beriladi. Bo'xtonning cho'ng qismini tarqatgan odam, ya'ni Abdullah ibn Ubay qattiq azobga duchor bo'ladi. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Bo'xtonni anglagan chog'laringlarda er ayol mo'minlar nimishqa o'zlarini yaxshi deb qarab, bu aniq bo'xton demedi. لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. Ular nimishqa 4 nafar guvohchini keltirmedi. Guvohchilarni keltirolmagan ishkan. Ular Allohning nazarida yolg'onchi hisoblanadi. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. Sizlarga dunyo va oxiratda Allohning fazli va marhamati bo'lmasa edi, bo'xton choplig'inglar uchun albatta cho'ng azobga duchor bo'latdinglar.
إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Öz vaqtida bo'xtonni tilinglar bilan tarqatdinglar. Bilmaydigan narsanglarni eg'izinglarga oldinglar. Uni sal chog'ladinglar. Halbuki Allohning nazarida u cho'ng gunohdir. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. Uni anlagan çığınlarda nimishqa mundaq sözlerini qilish bizga munosib emas. Ey Allah, sen poktursanki bu cho'ng bo'xtandur demedinglar. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. Allah sizlarga nasihat qiladi-ki, agar mo'min bo'lsanglar, hargiz qayta mundaq so'zlarni qilmanglar. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Allah sizlarga shariat ahkomlarini va go'zal adab axloqlarini ko'rsatib beradigan oyatlarni bayon qiladi. Allah bandalariga foydali ishlarni obdan bilguchidir. Tadbir qo'llanishda va shariatini barpo qilishda hikmat bilan ish qilguchidir. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Müminler üstüde yaman sözlerinin tarılışını yaktırdıgan adamlar şübihisiz ki dünya ve ahirette qattiq azapqa qaladı. Allah sırlarını ve niyetlerini bilip turdu. Sizler bilmeysizler. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. Allah'ın sizlerge fazli ve merhameti bolması idi. Sizlerni qattiq jazolaydi. Allah şefqatlikdir. Nahayeti mehribandır. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Ey müminler, onun kayniga kirmanglar. Kimki shaytonning kayniga kiradigan, shayton uni qabih söz hareketlerge, yaman işlarga buyuruydu. Allah'ның sizlerge fazli ve merhameti bolması idi. Sizlerden hiç adam ebedi pak bolmaz idi. Ve lekin Allah xaligan bendisini pak kılıdı. Allah sizlerinin sözlerinlerini anlap turgucudur. Niyetlerini bilip turgucudur. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا
ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Aranglarda ahli karam va davlatman bo'lganlar xish aqribolarga, miskinlarga va din yo'lida hijrat qilganlarga bir narsa bermaslikka qasam qilmasin. Ularning gunohini afu qilsin, kechirsin. Allohning sizlarga mag'firat qilishini yoqtirmamsizlar? Allah nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. Yaman ishtin bexabar ishpatlik mo'min ayollarga qari chaplaydiganlar dunyo va oxiratda cho'qim la'natga uchraydi. Ya'ni Allohning rahmatidan yiroq qilinadi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Shu kunda, ya'ni qiyomat kunida ularning tillari, qo'llari va putlari ularning qilmishlaridan ularning ziyniga guvohlik beradi. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. Shu kunda Allah ularga to'liq tegishlik jazosini beradi. Ular Allohning oshkora haq ekanligini biladi. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Yaman ayollar yaman erlarga loyiqdir. Yaman erlar yaman ayollarga loyiqdir. Yaxshi ayollar yaxshi erlarga loyiqdir. Yaxshi erlar yaxshi ayollarga loyiqdir. Ani shular ularning chaplagan bo'xtonlaridan pokdir. Ular mag'firatdan, nozu ne'matlik jannatlardagi esil rizqdan bahramand bo'ladi. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. Ey müminler! Başqalarının öyleriga kirishga ijozat so'ramag'icha va uy egasiga salom bermagicha kirmanglar. Vaz nasihat elishinglar. Ya'ni bu go'zal axloq adabga amal qilishinglar uchun bu, ya'ni ijozat so'rab va salom berib kirish, ushtum-tut kirishdan sizlarga yaxshidir. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. Agar boshqalarning uylarida hech odam bo'lmasa, sizlarga ijozat berilmagicha kirmanglar. Agar sizlarga qaytinglar deyilsa, qaytib ketinglar. Qaytib ketish sizlar uchun eng yaxshidir. Allah
sizlarning qiladigan amallaringlarni bilib turg'uchidir. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Şəxsi turalğı bolmagan, yani dukan saraylarga o'xshash uylarga hojitinglar tushib kirsanglar, sizlarga hech gunoh yo'qdir. Allah sizlarning oshkorlig'inglarni yo'shirg'ininglarni bilib turadi. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Mümin erlerge aytqin ki, namahramlarga tikilib qaramasin. Avratlarini zinodan saqlasin. Mundaq qilish ular uchun eng yaxshidir. Allah haqiqatan ularning qilmishlaridan to'liq xabardor. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Müminalarga aytqin ki, namahramlarga tikilib qarmasin. Avratlarini yopsin. Tashqi zinnatlaridan boshqa zinnatlarini oshkorlamasin. Lechaklari bilan ko'kraklarini yopsin. Tashqi zinnatlaridan boshqa zinnatlarini erlaridan, otalaridan, ya qiyin otalaridan, ya o'g'illaridan, ya erlarining o'g'illaridan, ya o'z qarindoshlaridan, ya qarindoshlarining o'g'illaridan, ya hamshirlarining o'g'illaridan, ya dindosh ayollardan, ya qo'l ostidagi cho'rilardan, ya xotinlarga ehtiyoji yo'q xizmatchilar, ya'ni qeri, daldush bo'lganlikdan, jinsiy shahvati yo'qlardan, ya ayollarning uyatliq joylarini uqmaydigan, ya'ni balog'atga yetmagan bolalardan boshqa kishilarga ko'rsatmasin. Zinnatlarini kishilarga bildirish uchun oyoqlarini yerga urmasin. Ey mo'minlar, baxtga erishishinglar uchun hammanglar Allohga tavba qilinglar. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم.
Oranglardaki boytaq ayollarning va yaxshi qul va yaxshi cho'rilaringlarning beshini o'nglab qo'yinglar. Agar ular yo'qsiz bo'ladigan bo'lsa, ularning yo'qsizligi sizlarning ularning beshini o'nglab qo'yishinglarga to'siq bo'lmasin. Allah ularni o'z karimi bilan boy qiladi. Allah'ның kərimi kәңdir. Allah bendilərinin mənfəitini bilgüçüdür. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. Öylənəlməydiğanlar Allah ularni öz kərimi bilan boy qilgucha o'zlarini iffatlik tutsin. Qullaringlardan to'xtam tuzishni tilaydiganlar, ya'ni xo'jasiga muayyan pul mol to'lash sharti bilan o'zining ozod qilinishini tilaydiganlar bilan agar ularning sadoqatini bayqisanglar, to'xtam tuzinglar. Sizlarga Allah ata qilgan mol mulkning bir qismini o'zlarini ozod qilishga yordam tariqasida ularga beringlar. Agar sizlarning cho'rilaringlar iffatlik bo'lishni xolasa, bu dunyoning ozg'ini melini deb ularni fahishiga majburlamanglar. Kimki ularni fahishiga majburlaydi ekan, majburlangandan keyin Allah ularni mag'firat qilguchidir. Ularga rahim qilguchidir. Ya'ni fahishiga majburlanganligi uchun Allah ularni javobgarlikka tortmaydi. Majburlug'uchilarni qattiq jazolaydi. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Ey müminler! Biz sizlarga roşan ayetlerini, sizlardan ilgiri o'tgan ummatlardan misollarni va taqvodorlar uchun vaz nasihatlarni shak shubhisiz nozil qildik. Allohu nurus samawati val ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Allah osmonlarning va zaminning nuridir. Allohning mo'min bandasining qalbidagi nuri xuddi chiroq qo'ydigan takchiga o'xshaydi. Uningda chiroq bordir. Chiroq shishining ichidadir. Shisha go'yo nurliq yulduzdir. Chiroq muborak zaytun daraxining yig'i bilan yo'ritilgan. U
ya'ni zaytun darixi sharq tarafdimi emas, g'arb tarafdimi emas. Sahroda ochiqchilikda bo'lib, kun bo'yi uningga kun nuri tushib turadi. Shuning bilan uning mevasi pishib yetilgan bo'ladi. Yeg'i ang suzuk bo'ladi. Suzuklikidan o't tagmisimu yo'rib ketayli deb qoladi. O't bilan yo'ritilsa, nur ustiga nur qo'shiladi. Allah xohlagan kishini uning nuriga, ya'ni Qur'onga agishishga muvaffaq qiladi. Allah ibrat olsun deb kishilarga misollarni ularning ta'miga yaqinlashtirib bayon qiladi. Allah hamma narsani bilguchidir. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. Allah'ның ulug'lanishi va ismining yod etilishi buyurilgan masjidlarda mo'minlar atigan oqshomda tasbih aytib turadi. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Ular şundaq erler ki, so'di setiq ularni Allohni zikr qilishtin, namoz o'tashtin, zakot berishtin g'aflatda qoldirmaydi. Ular dillar va ko'zlar qalaymaqonlashib ketadigan kun, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqidi. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Allah'ni o'zlarining qilgan yaxshi amallariga mukofot bersin va o'zining fazlidan oshirib bersin deb ular shundoq ibodatlarni qiladi. Allah xohlagan odamga hisobsiz rizq beradi. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. Kafirlarning yaxshi amal deb o'ylagan amallari boyavondiki sarabga o'xshaydi. Tashno odam uni suv deb gumon qiladi. Uning yeniga kelsa hech narsa ko'rinmaydi. Ya'ni suv ko'rmaydi. U Allohning o'z amalining yenida ko'zitib turg'uchi ishkanligini bayqaydi. Allah uning qilmishiga tegishlik jazo beradi. Allah tez hisob olg'uchidir. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Yoki ularning yaxshi deb gumon qilgan amallari cho'nqur dengizdagi qorong'ulikqa o'xshaydi. Uni, ya'ni dengizni qatmuqat do'lqinlar va do'lqinlarning ustidagi qora bulutlar qoplab turadi. Mana bu qatmuqat qorong'uliklardir.
bu qorong'ulikqa giribdor bo'lguchi qo'lini uzatsa barmoqlarini ko'rolmaydi. Alloh nur ato qilmasa kim bo'lmasin nurni ko'rolmaydi. Ya'ni Alloh hidoyat qilmagan odam hargiz hidoyat topmaydi. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. Allohga osmonlardagi va zamindagilarning va qanotlarini kargan holda uchib ketayotgan qushlarning tasbih aytadiganligini sen bilmamsan? Alloh har maxluqning duosini va tasbihini biladi. Alloh ularning qiladigan ishlarini to'liq bilguchidir. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Xaloyiqning oxir qaytadigan joyi Allohning dargohidir. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. Görmemsen ki Allah bulutlarını haydaydı. Ondan ularını bir-biriga qo'shidi. Ondan ularını toplaydı. Şunun bilan bulutning orasidan yomg'ir yaqqanligini ko'rasan. Allah osmondagi tog'dak bulutlardan mo'ldir yog'dirdi. Uni Allah xohlagan odamga yetkazadi. Ya'ni uning bilan xohlagan odamning ziroati, mevasi va chorvalariga ziyon yetkazadi. Va uning ziynidan xohlagan odamni saqlaydi. Chaqmoqning yo'ruqi qarg'uvchilarni ko'zlaridan ayrivatgili tos qoladi. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Allah kecha bilan kunduzni almashtirib turadi. Buning da aql egilari uchun albatta ibrat bor. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Allah har bir jondorni suvdan yaratdi. Ularning ba'zisi qo'rsqi bilan mangadi. Ba'zisi 2 put bilan mangadi. Ba'zisi 4 put bilan mangadi. Allah xohlagan mahluqotlarni yaratadi. Allah haqiqatan har narsaga qodirdir. لقد أنزلنا آيات مبينات
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Shubhisizki, biz ro'shan oyatlarni nozil qildik. Allah o'zi xohlagan kishilarni to'g'ri yo'lga boshlaydi. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. Munofiqlar Allohga va payg'ambarga iymon etdik va itoat qildik deyishidi. Ondan ulardan bir jamoa shuningdan, ya'ni iymonni da'vo qilgandan keyin shariat hukmidan yuz o'riydi. Ular haqiqatda mo'min emas. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. Ularning orasida payg'ambar hukm chiqarish uchun ular Allohning va payg'ambarning hukmiga chaqirilsa, ulardan bir jamoa payg'ambarning oldiga hozir bo'lishdan bosh tortdi. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. Agar haqiqat ularning tarafida bo'ladigan bo'lsa, payg'ambar alayhissalomning haq hukm chiqaradiganligini biladiganliklari uchun payg'ambarga bo'ysungan holda kelishidi. أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ularning dillarida munofiqlik illati bormi? Ya Muhammad alayhissalomning payg'ambarligidan gumonlanamdi? Ya Allohning va uning payg'ambarining ularga odil bo'lmasligidan qo'rqamdi? Yo'q. Ular Rasulullohning hukmidan bosh tortganliklari uchun zolimdir. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Payg'ambar mo'minlarning orasida hukm chiqarish uchun ular Allohga va uning payg'ambariga chaqirilgan chog'da ular angladik va itoat qildik deyishlari kerak. Mana shunday kishilar maqsadga erishguchilardir. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Allohga va uning payg'ambariga itoat qilgan, Allohdan qo'rqqan va uningga taqvodorlik qilgan kishilar baxtga erishguchilardir. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Munofiqlar, agar sen ularni jihodga chiqishga amr qilsang, cho'qim chiqadiganligiga Alloh bilan kuchlik qasam qiladi. Aytqinki, qasam qilmanglar. Qasaminglar yolg'on. Sizlardan talab qilinadiğini sadoqatlik bilan itoat qilishdir. Allah sizlarning qilmishlaringlardan haqiqatan xabardordir. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا
وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Aytqin ki, Allah'a itoat qilinglar. Payg'ambarga itoat qilinglar. Agar ular Allah'a itoat qilishdan bosh tortsa, payg'ambarning elchilikni yetkazish mas'uliyati bor. Sizlarning itoat qilish mas'uliyatinglar bor. Agar payg'ambarning amriga itoat qilsanglar, hidoyat topsizlar. Payg'ambarning faqat tushunishlik qilib tabliğ qilish mas'uliyati bor. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Allah ishchinglardagi iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilarga ulardan burun o'tganlarni zaminda hukmron qilgandek ularni cho'qim hukmron qilishni, ular uchun tanlagan dinini cho'qim mustahkam qilib berishni va ularning qo'rqinchisini amallikqa aylantirib berishni va'da qildi. Ular manga ibodat qiladi. Manga hech narsani sherik keltirmaydi. Shu va'dadan keyin kafir bo'lganlar Allohning itoatidan chiqquchilardir. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Allah'ның rahmetiga erişişinlar üçün namaz oqunglar, zakat beringlar, payg'ambarga itoat qilinglar. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. Kafirlarni zaminda Allah'ның azabıdan keçip qutulalaydı deb o'ylamag'in. Ularning joyi do'zax bo'ladi. Do'zax nima degan yomon joy. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Ey müminler! Sizlerning qullaringlar, cho'rilaringlar va ishchinglardagi balog'atga yetmagan bolalar namoz bomdoddan burun tushda uxlash uchun kiyiminglarni solgan cheg'inglarda va xubtandan keyin mushundoq 3 vaqtda yeninglarga kirsa sizlardan ijozat so'rasin. Bu 3 vaqt sizlarning avratinglar echilib qoladigan vaqtdir. Bu 3 vaqtdan boshqa vaqtlarda ular sizlarga kirsa, sizlarga-mu, ularga-mu hech gunoh bo'lmaydi. Sizlar bir-biringlar bilan berish kelish qilib turasizlar. Allah sizlarga oyatlarni, ya'ni shariat ahkomlarini ana shundoq bayon qiladi.
Allah hammini bilguchidir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Kichik bolalaringlar balog'atga yetganda, ular ilgirkilar, ya'ni cho'nglar kirishda ijozat so'ragandek, uyga kirishda hamma vaqt ijozat so'rasin. Allah oyatlarini, dinning ishlarini sizlarga shundoq bayon qiladi. Allah hammini bilguchidir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. Yotliq bo'lishni xohlamaydigan yashangan ayollar zinnatlarini oshkorlamagan holda rido, nimchig'i o'xshash tashqi kiyimlarini selib-etsa, erlarning oldida odatdagi kiyimlari bilan yursa, hech gunoh yo'qdir. Tashqi kiyimlarini selib etishdan saqlansa, ular uchun yaxshidir. Allah hammini anglab turg'uchidir, bilib turg'uchidir. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. Cihatga chiqolmasa, amaga gunoh yo'qdir. To'kurga gunoh yo'qdir. Kesalga gunoh yo'qdir. Ey insonlar, sizlar o'z uylaringlarda, ya'ni erlaringlarning, ayollaringlarning uylarida, otalaringlarning uylarida, onalaringlarning uylarida, qarindoshlaringlarning uylarida, hamshiranglarning uylarida, yo otanglarning qarindoshlarining uylarida, otanglarning hamshirlarining uylarida, yo onanglarning qarindoshlarining uylarida, yo onanglarning hamshirlarining uylarida, yo sizlar oshqushlarini boshquradiganlarning uylarida, ya'ni uy egisi sirtqa chiqib ketib, uy bilan oshqushni sizlarga topshirganlarning uylarida, yo do'stlaringlarning uylarida ijozatsiz biror nima yesanglar, gunoh yo'qdir. Sizlar to'plashib yesanglarmi, yo yakka yesanglarmi, gunoh yo'qdir. Sizlar uylarga kirgan cheg'inglarda o'zinglarga
ya'ni uydagi kishilarga Alloh belgilagan muborak pok salomni beringlar. Ya'ni assalomu alaykum denglar. Alloh sizlarni tushunsin deb oyatlarni mushundaq bayon qiladi. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. Allah'a ve onun peygamberiga iman etgan kişiler kamil müminlerdir. Ular musulmonlarga foydali bir ish ustida maslahatlashish uchun payg'ambar bilan jam bo'lgan chog'larida payg'ambardan ijozat so'ramag'icha ketib qolmaydi. Sendin ijozat so'raydiganlar Allohga va uning payg'ambariga iymon etadigan kishilardir. Ba'zi shaxsiy ish uchun ular sendin ijozat so'rasa, ularning ichidan sen xohlagan odamlarga ijozat bergin. Ularga sen Allohdan mag'firat tiligin. Alloh haqiqatan nihoyatda mag'firat qilg'uchidir. Nihoyatda mehribondir. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Ey müminler! Peygamberni sizler bir-biringlarni chaqirgandek chaqirmanglar. Sizlardan peygamberning suhbatidan asta sug'urilib, g'ippida chiqib ketganlarni Alloh albatta biladi. Peygamberning amriga xiloflik qilg'uvchilar dunyoda cho'ng bir fitnaga yo'liqishdi. Ya oxiratda qattiq bir azobga duchor bo'lishdan qo'rqsin. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. Bilinglar ki, osmonlardaki ve zemindeki narsalarning hammasi Allohningdir. Yani Allohning mulkidir. Allohning mahluqotidir. Allohning tasarrufi ostidadir. Alloh sizlarning amaliy ahvolinglarni bilib turadi. Bandalar Allohning dargohiga qaytariladigan kunda, ya'ni qiyomat kunida Alloh ularning qilgan ishlarini ularga aytib beradi. Alloh hamma narsani bilguchi. Qur'on Karim abdi ta'li